Laziza'ning sahnasi esa bu qismning pinhon dramatik zarbasini tashkil etadi. U bir suitordan nomi aytilmagan, lekin o'zini qudratli ko'rsatishga harakat qiladigan bir erkakdan oltin zanjir oladi. Bu zanjir bu ramziy buyumi bu serialda tasodifiy tanlanmagan. Oltin zanjir kiritilgan narsa. Oltin zanjir bu boglovchi narsa. Va Laziza bu boglashni his etib, undan qochish uchun aqlli bir qadam qo'yadi. U hazil kelib, agar chindan ham meni hayratda qoldirmoqchi bo'lsangiz, shahar markazidan 200 kvadrat metrlik kvartira bering deydi. Bu hazil edi. Bu uning menga suitor bo'lishga haqingiz yo'q deganining nafis usuli edi. Bu erkaklarni qo'rqitib haydash uchun ishlatiladigan o'ziga xos ijodiy usul edi. Lekin bu hazilning naqadar qimmatga tushishi mumkinligini Laziza o'shanda bilmasdi va hech kim bilmasdi. Faqat Aziz bilardi. Aziz ushbu so'zlarni eshitgan, yod olgan va ularni qurol sifatida ishlatgan. U Lazizaning pasportini Gulya orqali qalbaki sabab ko'rsatib, spa uchun sovg'a rasmiylashtirish bahonasida olib, Lazizaning nomiga 220 kvadrat metrli to'rtta kvartira birlashtirilgan ulkan uy rasmiylashtirib qo'ygan. Bu Laziza uchun sovg'a emas edi. Bu ulov edi, bu tuzuk edi. Bu Lazizani kuchsiz holga keltirish, uni o'ziga muhtoj qilish rejasining eng aniq va eng qo'rqinchli qadami edi. Aziz bu ishni qilgan paytda Jamshid bilan mulk ko'rib turgan. Ular imorat maketini ko'rib, bu loyihani muhokama qilishyapti. Aziz juda xotirjam, juda aniq. U hech ikkilanmaydi. Bu uning bu ishni ancha oldin rejalashtirib qo'yganining belgisi. Bunday operatsiyani bir kunda rejalashtirish mumkin emas. Demak, Aziz Lazizaning hayotiga oid ma'lumotlarni, uning oilaviy dinamikasini, akasining sha'an masalasiga qanchalik sezgir ekanligini oldindan o'rgangan va aynan shu zaiflik nuqtasiga urilgan. Lazizaning akasi hujjatlarni ko'rgan sahnani eslang. U ko'zlarida o'tni yondirib, Lazizaning oldiga bir parcha qog'ozni tashlaydi. O'shanda uning nafasi kesib ketgandi. U gapira olmasdi bir necha soniya. Bu shaxsiy gurur, oilaviy sha'an va erkaklik mag'ruriyatining bir zumda parchalanishi edi. U o'z singlisining nomini 220 kvadrat metrlik uyga sotib olingan sifatida ko'rdi va uning aqli bu ma'lumotni tushunish o'rniga qabul qildi. Singlim birovga uchun xizmat qilayapti degan dahshatli xulosaga yetdi. Oilaviy uydan haydab yubordi. Oila biznesidan chiqarib yubordi. Onasining yig'lashi ham uni to'xtata olmadi. Endi bu sahnaning chuqurligiga sho'nging. Lazizaning onasi u o'g'li va qizining o'rtasida qoldi. U biladi qizining begunoh ekanligini, ko'zlarida seziladi bu. Lekin u ham o'g'liga qarshi turishga kuchi yetmadi. Chunki bu jamiyatda, bu rangsiz gullar serialini to'ldirgan jamiyatda erkak so'zi ko'pincha qonun. Ona ko'z yoshi to'kdi, lekin to'xtata olmadi. Va bu 12 daqiqasidagi ko'z yoshlar, bu faqat Laziza uchun emas, bu barcha noto'g'ri tushunilgan, aybsiz bo'la turib kamsitilgan, o'z oilasida begona bo'lib qolgan ayollar uchun to'kilgan ko'z yoshlardir. Laziza yomg'ir ostida otasining qabri boshida yig'layapti. Yomg'ir bu serialning eng kuchli tasviriy vositalaridan biri. Yomg'ir tozalaydi, yomg'ir yuvadi. Lekin u bir vaqtning o'zida hammani bir sil. Boy ham, kambag'al ham, ayolni ham, erkakni ham bir zilhol qiladi. Laziza shunda o'z otasiga gapiradi. U tirik odamlarga ayta olmaganlarini o'lik otasiga aytadi. Va bu serialning nomiga qaytaylik, rangsiz gullar. Laziza bu qismda rangsiz gul bo'ldi. Yaxshi oiladan chiqqan, aqlli, tadbirkor, o'zini tutgan bir ayol bir kunda bitta yolg'on hujjat tufayli rangsiz bo'lib qoldi. Va uni rangsiz qilgan odam Aziz edi, o'zini qutqaruvchi deb ko'rsatuvchi odam. Endi esa eng muhim savolga kelamiz. Aziz nima uchun bu ishni qildi? Bu savolning kamida 3 xil javobi bor va har biri boshqasidan ham chuqur. Birinchi javob: Aziz Lazizani o'ziga muhtoj qilmoqchi edi. Shunda Laziza Ra'noni Turkiyaga olib o'tish uchun hech ikkilanmay yordam beradi, chunki u Azizning rahmida bo'ladi. Ikkinchi javob: Aziz Lazizani Azimjon guruhidan himoya qilmoqchi edi. Uning nomiga kvartiralarni ro'yxatdan o'tkazish orqali Lazizani o'ziga bog'lab,
uni potansiyel düşmanlardan savsiz saqlashni rejalashtirdi. Uchinchi va eng qo'rqinchli javob. Aziz o'zini Ra'nodan ham, Lazizadan ham ustun his qiladi. U ularning hayotlarini o'zi xohlagan yo'nalishda yo'naltirishni o'z huquqi deb biladi. Bu nazorat, bu shaxsiy kuch. Va bu kuch to'rt devor ishida qo'lib ketmasligi muqarrar. Laziza oksirida Azizni topadi. U yirtiq hujjat parchalarini ko'tarib keladi. Va u Azizga ochiq aytadi, u sotib olinmaydi. U hech kimning quliga aylanmaydi. Bu sahnada Lazizaning ko'zlari tomoshabinga juda ko'p narsa aytadi. U singan lekin mag'lub emas. U uydan haydab chiqarilgan lekin kayfiyati olmagan. U endi biladiki bu dunyo unga adolatsiz, lekin u bu adolatsizlikka bo'sh egmasligi kerak. Va Azizning javobi, uning ifodasi, bu men seni aniq joyda ushladim, deyuvchi o'sha sovuq va Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, iltimos kanalga albatta obuna bo'ling. Chuqur personaj psixologiyasi va kelajak qismlarga oid eng aniq bashoratlar uchun hoziroq obuna tugmasini bosing, chunki bu yerda biz faqat ko'rgazmani ko'rsatmaymiz. Biz u yerda yashiringan haqiqatni ochib beramiz. Va agar siz allaqachon oilamizning bir qismi bo'lsangiz, bilasizki, bu yerga har safar biror yangi sir, biror yangi kashfiyot bilan kelasiz. Bugun ham undan kam emas. Bugun biz Rangsiz Gullar serialining so'nggi qismini olasiz va uni shu qadar chuqur tahlil qilamizki, bu qismni ko'rgan har bir tomoshabin ham ko'rmagan narsalarni ko'rasiz. Shuning uchun o'zingizni qulay qaylib bo'ling, choy damlab bo'ling va tayyorlaning, chunki bugun aytadigan gaplar sizni haqiqatan ham larzaga soladi. Hayot ba'zida insonni shunday bir burilish nuqtasiga olib keladiki, u yerda na ortga qaytish mumkin, na oldinga yurish oson. Siz o'sha nuqtada turasiz, atrofingizda hamma narsa qulab tushayotgandek va siz faqat bir narsani ushlab turasiz, o'z farzandingizning qo'lini. Mana Ra'noning bu qismdagi holati. Mana bu serialning eng chuqur va eng og'ir qismida biz duch keladigan dastlabki manzara. Toshkent osmonining ulkan burji ko'rinib turgan zamonaviy bino oldida Ra'no va uning kichkina qizi Xadija yangi joyga kirib kelishyapti. Bu oddiy ko'chish emas. Bu qadam butun bir hayotdan uzilishdir. Bu qadam kecha bor bo'lgan hamma narsaning bugun yo'qligini tan olishdir. Ra'noning yuzidagi ifoda buni aniq aytib turadi. U o'z qiziga tabassum ko'rsatishga harakat qiladi, lekin bu tabassum ko'zlarida sira aqslanmaydi. Ko'z yoshlar ko'zlarining to'rida yig'ilib qolgan, lekin u ularni ichiga yutadi, chunki Xadija qo'rmasin deb, chunki Xadija qo'rqmasin deb, chunki ona doim kuchli bo'lishi kerak. Xadija esa bolalarning o'sha begunoh, cheksiz sodda dunyosida mashinada qoldirib kelgan o'yinchoq telefonini qo'liga olgan zahoti xursand bo'ladi. U hali tushunmaydi. U hali bilmaydi onajon qanchalik parchalanib ketganini, bu yangi uyning aslida qochish maskani ekanini, bu vaqtinchalik so'zining ortida nihog'liq og'ir bir taqdirning yukini ko'targanini. Xadija telefonini ko'tarib o'ynayapti va shu payt Ra'no unga qaraydi, bitta soniyaga, atigi bitta soniyaga va o'sha bitta soniyada biz butun bir ona qalbidagi hayqiriqni ko'ramiz. Bu serial shu paytgacha ko'rsatgan eng kuchli onlardan biri. Hech narsa aytilmadi, hech kim yig'lamadi, lekin hamma narsa aytildi. Ra'no Xadijaga aytadi, ular bir muddat bu yerda yashashlari, so'ng boshqa shaharga, Turkiyaga ko'chib o'tishlari haqida. Xadija dengizni ko'rish istagini bildiradi va bu jimlasib qolgan so'z, bu dengiz so'zi serialning simvolik tilidir. Dengiz erkinlik, dengiz jagarasizlik, dengiz bu Ra'noning ko'p qismi oldin o'ziga va'da qilgan narsasi, ammo hali yeta olmagan orzusi. Xadija buni bilmaydi. U faqat suv va qum haqida o'ylayapti. Lekin Ra'no bu so'zni eshitganda biroz qaltirab ketadi, chunki u biladi, bu dengizga yetishish yo'li hali ham tikanli, hali ham xavfli. Endi bu qismning eng sirli, eng ko'p narsa yashiradigan sahnasiga o'tamiz. Va bu sahna Azizning Lazizaga qo'ng'iroq qilishi. Ko'pchilik bu sahnani shunchaki ikkita tanishning telefonlashuvi deb qabul qildi. Lekin unda shunday nozik bir yolg'on bor ediki, uni ko'rgan tomoshabin o'ylar davomida Azizga bo'lgan ishonchini qayta ko'rib chiqishi lozim.
Aziz Lazizaga Ra'noni tanishtiradi, ammo u Ra'noni bir do'stimning kelin sifatida taqdim etadi. U Ra'noning haqiqiy kimligini, ular o'rtasidagi munosabatning haqiqiy chuqurligini, o'zining bu ishga qanchalik shaxsiy darajada aralashib ketganini butunlay yashiradi. Nega Aziz shunday oddiy bir gapni yashirishga muhtoj edi? Bu savolning javobi juda ko'p narsa ochib beradi. Aziz Lazizani ishlatmoqchi edi. U Lazizaning ko'nglini bo'sh ushlashi, uning ma'naviy qarzini to'lash uchun Ra'noning ishiga yordam berishini xohlardi. Agar u haqiqatni aytganida, bu men sevgan ayol, men u uchun hamma narsani qilaman. Laziza shubhalanardi, balki rad qilardi, balki vaziyatni o'z manfaatiga ishlatardi. Shu bois Aziz eng qulay niqobni tanladi. Sayriqso'hlik niqobini. Faqat bir beva bolali kuyovi olgan, qaynona qaynotasi jabr qilgan bir bechora ayol dedi u. Va Laziza shu so'zlarga yumshadi. Chunki Laziza hali haqiqatni bilmasdi. Hali. Bu yerda Azizning karakter psixologiyasiga chuqurroq kirsak, u murakkab bir inson. U yomonmi yoki yaxshimi, bu savol bu serialda aniq bir javobga ega emas va aynan shu noaniqlik uni serialning eng qiziqarli personajiga aylantiradi. U Ra'noni chin yurakdan sevadi, bunga shubha yo'q. Uning sonasida Ra'noning surati bor, butunlari shu suratga qarab o'qslaydi. U Ra'no uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qiladi. Lekin uning qo'lidan kelgan hamma narsa bu oddiy insonning hamma narsasi emas. Aziz boydir, ta'sirchandir, hisoblagichdir. Va u sevgisini ham suddi biznes kabi boshqarishga odatlanib